yaqinda 1 yil ham bo'lmadi. Bir xona uylarni 42 ming, 43 ming. Mana shu domda 1 yil bo'lmadi. 42, 43 ming sotilyapti. Masalaga narxlar oshadi desam, mana kommentariyada oshmaydi, tushyapti, sizda qimmat deysizlar. Narxlar ko'tarilyapti baribir. Mana bir xona chiqqan, bez remont, 2-etaj, 2/6 balkon, Yunusobod 14-kvartal, eski rayon ko'chasidan kirib kelganinglarda mana men Novostroykani bilasizlar. Yonida mening uyim, bu yerdan Ahmad Donish orqasiga ham chiqib ketsa bo'ladi, metrolarga, maktab bog'chasi bor. Bir xona 2-qavat, 42 kvadrat, joyi yaxshi, maktab bog'cha, bez remont. Hozir uy ichini ko'rsataman sizlarga. Bismillah. 2-etaj, endi remont talab, mana kiraverishi. Mana bittachi o'zi hammom tualet bitta bo'lgan, alohida qilib yuborishibdi buni. Lekin oshxona kichkina bo'lib qoldi. Buni eski joyiga qaytarib turib, naryoqda mana oshxonani katta keng qilib turib, hammom tualetni endi bitta qilib olsa ham bo'ladi. Endi olsanglar o'zingizlarga to'g'rilab olasizlar. Eng katta bir xonaning kvadrati mana shu uylarda yuradi. Moskovskiy 2/6 balkonli, 315 ga 520 mana zal, 2/6 balkon. Bularning umumiy maydoni 42 kvadrat yuradi. Xo'p, joy tushuntirganimdek joy zo'r joy, 2-qavat, etaj ham yaxshi, endi ozgina remont talab. Narxini 53,5 so'rashyapti, ozgina tushirib berishar ekan. Pastki nomerga aloqaga chiqinglar. Kimga bir xona qidirganlar, jo'natishingiz izidan chiqmasin, tamom.